Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Yaxshimisizlar? Kanalimizga xush kelibsizlar. Mashina yutgan sohiblarimiz yarmini O'zbekistonda topshiryapmiz. Mana bu yerda 3 ta sohibimiz o'tirishibdi. Bu akalarimiz 2 kishi Qirg'izistondan, bir akamiz Tojikistondan, ya'ni mashina olishga imkoniyat yo'q. Shu munosabati bilan mana pul olib kelganmiz. Mashinani pulini berishga qaror qildik. O'yin davomida aytib o'tib ketganmiz. Bo'lmasa mana shu akamizdan boshlaymiz. Aka, valam assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yoqimli ishtaqa. Bezovta ikki og'iz o'zingizni tanishtirib, qanchadan buyon ishtirok etib kelyapsiz? Qayerdan bo'lasiz? Oshton bo'laman, Moskvadan keldim. Oshto Qarag'uljadan ukam 4 bilet olgan ekan. O'shoga Damas tutib oldi. 203. Ukam utdi. Almaga aytdi, o'sho borib Peterdan borib olib qo'y. Shunday deb biletindagi, chegindagi jiberdi. Tashlab berishdi. Tashlab berdi. Qanchadan buyon ishtirok etishadi? Al постоянно o'ynab keladi ekan sizlarning emas. O'zbekistonda do'stlar aytgan ekan, o'sho Aybayakadan o'ynasang o'sho chestniy deb. O'shondan o'ynab keladi ekan mana. Ekranga Buna chegi. Qarmoq turasizmi? Xo'p, akalar, mana akamiz nechta bilet oldi aka? Omaddi. 4 bilet olgan. 4 bilet olgan. Mana shu bilet raqamlariga sifr видно там. Четко показывайте. Лучше сам брат покажи, как раньше делал. Xo'p, do'stlarim, mana akamiz 2000 rubl tashlashgan. Bitta shu bilet tashlab berishdimi? Bitta shuni tashlab. To'ralasini tashlab berish kerak, yabaylaydi. Mana do'stlar, 4751 raqamiga akamiz Damas yutibdi. Kelishguncha o'sha rasmlardan tashlab qo'yishib. Gap yo'q, lekin aka valamizni tabriklaymiz. Ikki og'iz endi mana shu o'yin haqidagi tasavvuringizni aytib bersangiz. Mana u Moskvadan kelgan. Men bu narsani bilmaydilim o'zim. Ukam o'ynayotgan utib olibdir. Buni ham biz bilib o'tamiz. Bari chestniy ekan. To'g'risi. Endi bizda o'ynaymiz. Mana do'stim kutib oldi, ertamidan kelib buldagi birinchi yo'l ko'rdi. Jana YouTube'dan o'tirib, biz ertamidan 9 da kelgan, YouTube'da ochib olib ko'rib o'tirib, endi o'ynayim deb buldaga aytib o'tadi. Yaxshi, rahmat. Alloh razı bo'lsin. O'shalar o'zi qanchadan buyon ishtirok etishadi? Ukangiz. U ko'pdan beri o'ynaydi ekan. Ko'pdan beri o'yin. Priz tushmagan bundan oldin. Yo'q, o'tmagan. Gap yo'q. Tabriklaymiz do'stlarim. Akamiz mana 8200 dollar Damas bo'lyapti ekan. Rublda pulini beryapmiz. Aka, rozi bo'lasiz? Yaxshi kuningizlarga buyursin, sog' bo'lasiz aka. Xo'p. Endi do'stlarim, ikkinchi sohibimiz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga ham shu gap. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirib, qanchadan buyon ishtirok etyapsiz? Qayerdan bo'lasiz aka? Qayerdan keldingiz hozirda? Assalomu alaykum. Men Tojikiston Respublikasi Lilnobod shahridan bo'laman. Shu 2 yildan beri yaxshi niyat qilib o'ynardim. O'yinlaringizda ikkita bilet oldik. Xudo xolisa mana bitta chiqdi. Shu nima derdim, endi yutqazgan ukalarimizni ham aytaman, rozi bo'linglar. O'yin chestniy ekan, mana yutdik. Sizlar ham o'ynanglar, yutinglar. Avvalambor sizga ham rahmat, mana shunchalik o'yin tashkil qilganingizga. Shunda endi nima derdim boshqa? Hammangizga rahmat. Lilnobod shahridan, Tojikistonning Lilnobod shahridan. Qayerdan keldingiz? Hozirda Moskvadan Siz ham keldim. Moskvadan uch keldinglar. Ha, biz uch keldik. Akalarimiz hamma birgalikda, akamiz ham anchadan buyon ko'rishar ekan, bizni kanalda bilishmas ekan. Hozir ikki og'iz suhbatlarini olamiz. Damas yutdingiz. Damas yutdik. Chekingizni, biletingizni ko'rsatib boramiz aka, bo'lmasa. Akalar, hozirgi kunda Damasimiz 8200 dollar salonda narx bo'lyapti-ku, shuning uchun mana rublga pichib akalarimizga nalichi narx pulini beryapmiz, va'da qilingan. Ekranga shunda ko'rsatsangiz, necha raqamingiz yutdi aka? 18 80. 18-80 raqamingiz yutdi. Mana chek. Xo'p, mana cheklari do'stlarim 2000 rubl tashlashgan. Ikkita chek olgandim, ikkita 2000 dan 4000 ga ikkita bilet olganman. Ikkita bilet oldingiz. Xo'p. 18-80 da. Xo'p, bu emas shekilli. Mana 18-80 Abdurashid. Biletlarning ismi uzunligi uchun salgina sig'mabdi. Tabriklaymiz aka avvalo. Qanchadan buyon ishtirok etasiz aka? Shu 2 yildan beri ishtirok etaman-da, yaxshi niyat qilib. 2 yildan. 2 yildan buyon biron priz chiqdimi aka? Yo'q, priz chiqqan yo'q. Birinchi tavakkal. Kim tavsiya qilgan kanalimiz? Shu men o'zim YouTube'da olgandim. Shu keyin shu men o'zim Lukoilda ishlayman. Shu yerda ham ko'p balla bor, o'ynashadi. Yutganlar bormi tanish? Yo'q. Siznikidan yutganlar yo'q-ku, Umidjon Rahmonovdan yutgan balla bor.
sizdan ham 3-2 ta nimadan o'yindan futbollar o'ynashadi. Xudo xohlasa. Boshingiz bo'lsin aka, yaxshi kuningizga buyursin. Mana akamiz omonatlari. Rozi bo'lasiz aka. Rahmat. Rahmat sizga. Kunlarga buyursin. Rahmat. Do'stlarim, bo'lmasam 3-chi sohibimiz opamiz esinglarda bo'lsa efirda oshxonada turib yutishgan edi. Ya'ni hozirda mana Moskvadan bu akamiz ham kirib kelishdi. Ikki kishi do'stlari bilan Cobalt yutishgan. Ya'ni bilasizlar, opamiz Qirg'izistondan, akalarimiz Qirg'izistondan, O'zbekistondan mashina qo'yganmiz, olib ketib nima oformit qilishni iloji yo'q. Shu munosabat bilan pulini hozir mana 13.500 dollar ekan. Mana 13.500 dollar rublda pichib beryapmiz. Aka, avvalam assalomu alaykum. Ikki og'iz o'zingizni tanishtirib, qanchadan buyon ishtirok etyapsizlar, qayerdan bo'lasizlar? Nechta bilet oluvdinglar? Shuni akalarimizga. Biz Qirg'izistondanmiz, O'shda. O'yinni 2021-yildan beri kuzatib kelamiz. Olardik bilet, lekin hech chiqmasdi. Bu safar shu sinimiz bilet olib bering aka deb qoluvdi. 5 ta bilet oldik. Biletsiz olib berdi. Biletni men olib berdim. Men o'zim nomimdan olib berdim. 5 ta bilet olib berdim. Shu 5 ta postoyanniy ishtirok etib kelasiz. o'zimga ham bitta olganman. Unga chiqmadi. Shu sinimizga olib bergan 5 ta biletni bittasiga O'zi ham birinchi o'sha birinchi ushlaganiga chiqdi. O'yinimizni boshini ochib berdi. Bilgan, ko'rgan aka-ukalarimiz. Shunday ochdi-ku, biz sразу shu Cobalt chiqdi, mana shu opamizning nasib qilgan ekan. Mana 5 ta bileti Xo'p, nechaga chiqdi aka? 18:47 ga chiqdi. Do'stlarim, mana 18 5 ta bilet olishgan. Mana bu 18:50 18:47 raqamlariga Gavhar deb yozdirishgan ekan. Mana 5 ta biletlar turibdi. Cheki mana 2,5 ming. Buni cheki qani aka? Teparog'ida. Teparog'i. Mana 10 ming. 5 ta biletga 10 ming komissiyasi bilan tashlab o'sha bo'lsin akamiz. Aka, avvalam tabriklaymiz. 13.500 dollar avtosalonda narx turibdi ekan. Mana do'stlarim, omonatingiz yaxshi kuningizga buyursin aka. Rahmat. Tabriklab qo'yasiz, omonatlarni topshirib. Rahmat Ikki og'iz sizlarga. o'yin haqida obunachilarimizga endi samimiy so'zlaringiz bo'lsa yo'llang aka. Birinchi o'chirda o'ynayotganlar, chiqmaganlar, chiqqanlar hammanglar bergan pullarga rozi bo'linglar. Biz ham shu necha yildan beri o'ynab kelayotgan bo'lsak, bergan pulimizga rozi bo'lib o'ynab kelyapmiz. Shu bugun nasib qilgan ekan, mana chiqdi sinimizga ham. Xudo xolasa endi o'zimizni ham omadimizni sinab ko'ramiz. Hammaga rahmat. Samimiy so'zlar uchun sog' bo'lasiz. Endi akalarimiz o'tirishibdi. Mana shu akamiz ham ikki og'iz gapirtiraylikda. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yonimda yaqinroq ekansiz. Qayerdan bo'lasiz aka? Kim bilan keldingiz sherik bo'ldi? Biz shu Tojikiston Lenobod shahrini G'ulakandoz qishlog'idan bo'lamiz. G'ulakandoz qishlog'ini agar tarixini bilsanglar, Hojiboy Tojiboyev bordilar, qiziqchi, Abdurov Olimov. Shularning yurtidan biza shu jiyanimiz nasib qilgan ekan, mana shu Damas mashinasini yutgan ekan. Shuni olishga Moskvadan keldik. Shu bahona bir mana Sankt-Peterburg shahrini aylanib, bo'lmasa samolyotda yo poyezdda kelsak ham bo'lardi. Men aytdim, "Yo'q, o'zimizning mashinada borib bir chiroyli aylanib, tomosha qilib, keyin shu nimani tashkilotchilari, ya'ni sizlar bilan bir o'tirib ko'rishib, bitma-bit mana haqiqat borligini shu xalqqa yetkazib aytishni anchadan beri o'ylab yurardim men o'zimki. Ko'p odam har narsa deydi, unday deydi, bunday deydi. Haqiqat bor. Mana ko'rdik. Chiroyli mana oshxonada o'tirdik. Nima deydi? Ob-havo chiroyli, dasturxon chiroyli, kayfiyat chiroyli. Juda yaxshi. Odamlarga omad tilayman. O'zimiz ham endi qo'shilib olamiz bitta-bitta baxtimizga sinab. O'zi bu kanalimiz borligidan xabaringiz bormidi? Xabarim bor edi, lekin men hech bir shunga bir vaqt qila olmaganim. Bugun mana tamom ishonchim komil bo'ldi. Hozir mashinada o'tirib kutib, sizlarga shu podpisatsiya qilib telefonimga solib qo'ydim. Albatta chiqaman. Chiqsam telefon qilaman, men o'zimni tanishtiraman. Shu yerga kelib o'tirganimiz otim Ravshanbeyligini eslataman sizga men o'zim. Nasib aka kelgusida kelib o'zingiz o'sha mashina olib ketish nasib qilsin. Nasib qilsa. Har bir Xudo xolasa. akamizga nasib qilsin. Shundan turib tanishib mana keldinglar. Moskvadan keldingiz, nima ish qilasiz aka?
Moskvada shu bir sexda ishlaymiz, slesar bo'lib. Sexdagilarga bo'lmasa mana ko'radi sal чуть поближе посnimi. Salomingiz yo'llang aka, bir gaplaringiz bo'lsa. Sexdagi aka-ukalarimiz ko'rsin-da buni. Ha, bizni shu Moskva oblastidagi Bahrushin kolbasni sexiga hammaga salom yigitlar. Mana men o'zim kelib o'tirib ko'rib shular bilan bir piyola choy ichib gaplashib mana yutug'imizni oldik albatta. Men bu videoni ko'rganlaringdan keyin albatta qo'shilasizlar aniqligiga ishonib sizlar ham bitta baxtlaringizni sinab ko'rasizlar degan umiddaman. Rahmat, samimiy so'zingiz uchun aka. Juda zo'r gap. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Tashkil qilganlarga rahmat. Nasib qilsin aka, kelgusi. Shunday baxt bu, sinaveramiz. Rahmat. Akalar, nima deymiz? Qolgan mashinalarimizni ham qo'shib yuboramiz. Hali O'zbekistondan hozir o'sha mashinalari topshirishyapti. Barchaga omad yor bo'lsin do'stlar. Mana shu yerda da sizlar bilan ham o'tirib, choy ichib, katta prizlarni topshirish nasib qilib qolamiz. Omon bo'linglar akalar.